Braziliyada. Braziliyada bir konferensiya o'tkazilganda musulmonlardan bir katta shayx ham borgan ekan. Bütün musulmonlardan ham bor, bu yahudlardan bor, nasoralardan bor, majuslardan bor, bu butparast sanamlar, mana Xitoylarda sanamga, butlarga, Hindistonlarda butparasi ham bor, hammasi bor edi. Shundan keyin bu konferensiyada o'tkazilganda 3 ta pop kelib shayxni oldiga. Kelib, musulmonlarning katta shayxlaridan o'xshaysiz qani? Keling debdi. Ta'al nataqarab, keling bir-birimizga yana ham yaqinlashaylik. Do'stlashaylik debdi. Do'stlashaylik. Qachongacha sizlar nasoralar adashgan deysizlar? Bir do'stlashib qo'yaylik debdi. Ular bu bilan do'stlashaylik degani sizlarniki ham haq, musulmonlarniki demoqchi emas. Nasoralarniki haq dedirmoqchi bizga. Nasroniylarniki, poplarniki haq ekan desak, lekin ular bir marta musulmonlarniki haq ekan demaydi. Shunda shayx aytibdi, "Mashaalloh" dedi. "Yaqinlashamizmi?" dedi. "Ha, birodar bo'lamiz, yaqinlashaylik" desa, "Biz 1400 yildan beri sizlarga yaqinlashyapmiz, sizlar qachyapsizlar" dedi. Degan ekan, "Qana" dedi. Degan ekan shayx aytibdi, "Birinchidan" dedi. "Biz jami payg'ambarlarga iymon keltirganmiz. İbrahim bo'lsin, Musa bo'lsin, Yusuf bo'lsin, Yahya, bütün payg'ambarlarga iymon keltirdik. Musa va hatto İsa alayhisalomga iymon keltirdik." Biz İsa alayhisalom payg'ambar deb iymon keltirdik. Lekin sizlar bo'lsa iymon keltirmasanglar ham mayli Muhammad alayhisalomga nimaga ismini kitobinglardan, Injildan o'chirib yubordinglar dedi. So'kasizlar Muhammad alayhisalomni, haqoratlaysizlar. Alhamdulillah bizlarda yo'q, lekin bu boshqa internetlarda shunday kanal nimalar bor. Nasoralarning saytlari bor. Agar bu saytga kiradigan bo'lsangiz, faqat azondan kechgacha islomni yomonlaydi. Islom bunaqa, islom bunaqa, islom faqat islomni yomonlaydi. Yana aytadi, biz yaxshi muloyim odamlarmiz. Biz hech kimni yomonlamaymiz deydi. Qayerda saytlar to'lib ketdi internetlarda musulmonlarni yomonlayverib, Muhammad alayhisalomni har bir narsasini yomonlaydi. Nasoralar. Shayx haliginday dedi. Keyin ayt, ikkinchidan. Demak, birinchisi nima edi? Bizlar hamma payg'ambarlarga iymon keltirdik, Isoga ham iymon keltirdik. Ammo sizlar Muhammad alayhisalom so'kyapsizlar, o'chirib yubordinglar kitobinglardan. Ikkinchisi, bizning kitobimizda İbrahim alayhissalom Qur'onda 69 marta zikr qilingan. Musa alayhissalom 132 marta zikr qilingan. Yaqub alayhissalom 59 marta zikr qilingan. İsa alayhissalom 36 marta zikr qilingan. İsa alayhissalom. Hatto İsa alayhissalomning onasi Maryam ona Qur'onda 34 marta zikr qilingan. 34 marta. Hatto bizning Qur'onimizda İsa alayhisalomning onasini ismiga atalgan Maryam surasi bor. İsa alayhisalomning onasiga atalgan Maryam surasi bor. Ammo sizlarning kitobinglarda İsa alayhisalomning zikri, onasining zikri, Maryam onaning zikri hamma 27 ta Injilni olsang 18 marta zikr qilingan. Sizlardan ham ko'p bizning Qur'onda 34 marta zikr qilingan Maryam ona. Xo'p, Payg'ambar alayhisalom bizning kitobimizda 5 marta zikr qilingan ekan Qur'onda. Endi savol dedi. Sizlar dedi, nima uchun Payg'ambar alayhisalom zikrini sizlar Injildan o'chirdinglar dedi. Biz o'chirmadik-ku Qur'ondan dedi. Biz Qur'ondan o'chirmadik-ku payg'ambarlarning ismini. Nimaga sizlar kitobinglardan Payg'ambar alayhisalom ismini o'chirdinglar dedi. Uchinchi savol dedi. Uchinchi savol dedi. Biz farzandlarimizni otlarini shu sizlarning payg'ambarlaringlarning otini qo'yamiz. Musa, İsa, Sulaymon, Yaqub, Yusuf, Ayyub sizlarning payg'ambarlaringlarning ismini qo'yapmiz. Bironta xristian bormi Muhammad deb ismlagan dedi. Qanaqa qilib yaqinlashamiz degan ekan. Haligilar shuni o'rnidan turibdi-da, sen yaqinlashadigan inson emas ekansan deb qochib. Sen yaqinlashadigan inson emas ekansan deb qochibdi. Qarang, subhanalloh, ko'rdingizmi? Nima narsaning tagida nima narsa yotibdi? Sizni yaqinlashamiz, o'qilamiz, bu qilamiz deb turib sizga sizni diningizga ergashmas, sizni uni diniga kirgizish bo'lyapti. Ko'rdingizmi?
Xidami, makrmi, hiylami, yolg'on